Kaplama altın ammanlar azizlerim. Rasa, kaplama altın sıkılanmalar. Kaplama altın sıkılasanlar pek iyi bir ziyan tartıp geçsiler. Şu hayırgıl zaten ne mi deydi hando? Dep mening magipimninki kendini bir anlap baksı azizler. Ecrim için bir tal yürekten sanlar. Rast mening ecrim, muşaq sizler için qağallarım pek zayıf ketdi azizler. Cuma bir tal yürek bir toluq bir anlap yakanlar. Bu da işleyen filmim bek hulgul qozgap ketdi. Bu filmim qarta kaplama altın as bek ig'ir ziyan bo'ldi. Uyul altın asa ishaqi yo'q deydi, jacan pulusi yo'q deydi, faqat ziyan yo'q degan gapni qildi. Şunun qarta men mushu filmni ishlavyapman. Bo'lsa, pulinglar bo'lsa gang oltinglar. Mana shunda bir zanjiringizga qanday asanlar 69,59 ko'yliq keldi. Agarda 2 minut vaqtinglarni chiqarib, mushu mollarimningki tafsil hisobini bir anglab baqay deydiganlar bo'lsa, yana men menisini qilchoqolmagan, aqlushi joyida urtiqqanlar, yaxshi anglasanlar, sizlarga foydasi bo'lsa balki argiz ziyon yo'q. Qo'shunda o'z boshlayaptimi? Ma zanjirimni biz hozir gang oltin deb faraz qilaylik. Buning umumiy ig'irligi 84,22 gram. 780 ko'ya bugun 8-26 kundagi oltinning bozor bahasi, ham oltinning bozor bahasi 780 ko'y. 780 ko'ydan bo'lsa 65,691 ko'yliq gang oltin keldi. Xo'sh, unda bo'lsa, mushunda bir oltin zanjirini maylar, qanday bir oltin zig'izni sotib olgan vaqtimizda buning nusx puli deb gram beshig'a urib o'tadigan 15 ko'ydan tortib 70 ko'yliqcha urib bir pulisi bor. Ma'ni yaxshi ko'rsanlar bo'ldi. Mana Vuji nusxa deymiz mani. Manda vuji nusxalarni men endi zagarlar qancha puldan berdim onu bilmayman, lekin sizlarga FIFAning bahasini deb qo'yay. Gramiga 40 ko'ydan, mushunda gramiga 40 ko'ydan nusxa puli urib o'tgan degan taqdirdimi? 84,22 gram oltinning nusxa pulining o'zilam 3368 ko'y bo'ldi. Shunda bo'lgan vaqtda 69,59 ko'y degan pulga mushunda bir zanjirni elib chiqdala istab tutganlar. Siz buni 3 kundan keyin yoki 5 kundan keyin pul lozim bo'lib qilib olsangiz, oltinning bozor bahasi bir xildan bahada bo'ldi ekan, 780 ko'y olgan oltiningizni 770 ko'ydan kon oltin narxida sotib oldi. Endi siz to'lagan jahchan haqqi 3368 ko'y degan pulmi yo'q. Gram 510 ko'ydan kon oltin deb gram 510 ko'ydan keyingi olgan vaqtda 840 ko'y 22 kun degan pulingizmi yo'q. Shunda bo'lgan vaqtda oldigan 4000 ko'ydan chiqaraq ziyon tortasiz. Mushundalar bir malni aql saqlab olsangiz. Oltin elib sotib olganlar Inkas rayoniga mushunda bir ishlar bormi yo'qmi bir inson bilan bir rasga qilib beqinglar. Meni har xil gapib ketganlar bekchiq. Aşk uyul altına sanlar şunda ziyan bağımı yok. Onda olsa kaplama altımın ziyanını mesleğini düşündürüp koyuyor. Hazır. Gang altına almayadıysanız pulunuz olsa şunda bir zincirini 69,59 koyuyor alırsınız. Satsanız 4000 koyduğun çıkarak ziyan tartsız. Benim ma kaplama altınım ne? Ağa vaktimizde 5594 koyuluk yıldı bana muşum benim. 5594 koyuyor alırsınız. Satka vaktiniz 2000 koy ziyan tartsız. Bu 2000 koy ziyan nemi ziyan kendi kalmak tutunum. Kümüşden tartsız bu ziyanlı. Çünkü siz bana altın dep ağa vaktimizde altının nusku puluğa siz pul tödegen şunday mı? Xo'sh, endi mamalga kelsak, mamalning butun nusxasi kumushida bo'lganligi uchun biz ashuni kumushini oltin zavodiga olib borib, shunday har xil go'zal mushlar nusxalarni yozitish uchun gonfe beramiz. Gonfe berib, ishaqib berib yozitamiz. Shunga mamallarning butun nusxasi, ya'ni sizningki xiyolingizdagi bu kumushga arzon narsa tursa degan 7 ko'y 8 ko'yliq kumush, bu ashtaq 20 ko'y 25 ko'y. Men o'taq 28 ko'ydan kumush sotib baxmadim. Unda sotganlarim bek az. 28 ko'yliq mallarimiz nayda aslan deganlaydi. Asasga 25 ko'ydan ağırlıq. Aşında bo'lmag'di. Endi 30 ko'y, 35 ko'y, 40 ko'y ağallarini nereden aldığını men onu bilmedim. Lekin mening kumushlarım asaslığı 25 ko'y. Muqim men o'tdi. Shu men degan shu kumushdan tartibli hila qizyanni. Meningki kumushi shu 2006 ko'yliq kelgan kumush. Vaqtdan vaqt kelgan vaqtda mush kumushning o'zida sizlar shu 1000 ko'ydan chiqaraq ziyanni tatib qolasizlar. 1,5 ko'y yaqin ziyon tortib qolasizlar. O'shanlarni anotga qatnash pulni qo'shganda shu mushmalda sizlar 2000 ko'y ziyon zot aniqlan bor. Ammo shu oltiningiz agar o'sgan petim, tushgan petim, oltiningizni shu kundagi oltinning bozor bahasi bo'yicha 90% sundirib olamiz. Chunki buni kumushlar oltin cheklagan vaqtda bu qoraydi. Shu azizlarim, qaplama oltin olmanglar. Qanday odamlar olmanglar? Ziyonga chidamaydigan. Bugun elib hech kim ko'rib o'tmasin, setib o'tma deydigan, ashta ortiqlar olmasanglar bo'ldi. Çünkü bazı xaridalarımız var. 2 yılın aldığı ağan kaplama altınlarını hazır ekip situatıda mesela. Ben evatım şunu. Onun da hiç kadar ziyan tatmadı. Lakin yani bazı xaridalarımız bugün elip, bir ayda ikin ekilip veya 13 günden keyin ekilip hatta bazıları biz de koymaz mı? Satsan bana ziyan bacım olsa koymaydı hayır olmuşunda bir zürün. Şimdi bak şunun takvalaydı gentim de. Aşı özüne ağaç dedim çıkıp bu. Şu ziyanını tartıştı razı bu ekip satıdı Allah'a bak. Aşında ziyan çıdaydı Allah. Asanlar buldu. Bu mısa? Uyul altın Allah memsilerden bir hoş olup kalay. İktisadın olsa uyul altın alsanız bizim hoş olmamız. Çünkü altın degen iktisadın tutturduğuna ait yaxşı usul. Lekin, ma kaplama altın ne? Öz vaqt altınlarını setib etib, hazır altın ösüp ketkendikin, ep bulanmayvatkan, anandan keyin to'y kep qoldi deymiz, qudumacılık bo'ldigan deymiz, har xil sabablar tufayli ehtiyojliq bir turkum ishlar chiqadi. Albatta, shu kaplama altınninki ziyni
Sizler ağan elə uyuz altını var əzizlər. Məsələn, ma zəncirninki qan altını 69.059 koy bol dedim o bayan. Qaplım altını bu şundaq ehtiyacı var. Yügrəb kirib 70.000 koy pulğa manda zəncirini alanmaydıgan. 70.000 koyğa bir taz zəncir ağıça, ey balamның bir toy işi bir işiltəyçi deydigan. Tamamlıqı bir dost düşmənlərimni aldımsa taqıvasan bolduğu. Dep 5-6 min koy pulunu eğir gömey satqan tartıdığan ziyindin qaçmaydıqanlar asanlar buldu. Düşünüştük oldu ya. Anandan keyin men ilan təşviqat qıldığanlar bir yangon qılanlar. Cümü rezil vasılarla ilan təşviqat qılmay. Gördüm ha qızım işləyən filmini bu. Men şuncha ötündüm. Nurg'ullarını kirishlamsangiz olmamdı ya sizin demize o dep yaqib ketibsizlar. Men maqsadim yo'q deb berdim sizlarga. Eski ishni kim qilgan bo'lsa jazosini shu yesin deganligim uchun kirishib oldim. Shuncha dedim başdan oxir 3 film ishlatdim. Men ishlagan 3 filmimda siz ashunalni nerdan olgan? Olgan ya'ni bir aniq chiqarib bering, boshqalarni ko'rib foydalansin dedim. Uni chiqarmadi. Endi tuniga ishlagan bir filmini ko'rib qoldim. Meni 200 ko'yg'im olmadi degan qaplama oltonsizlar. Ma'lum bir marka, Optimus. Şununla bu markani degan maqtab qaplama altına asanlar, mush yerdan asanlar bo'ldi ekan. Mayaning qaplama altını andaq jinken, mandaq setib oldi ekan. Dep aşı dukanın adresini yol tepsiga chiqib, ma yo'ldan kelishingizga manda yerda, ma yoqdan kelishingizni yo'lning ma tarafi deb raris guangosini qilib beribdi. Guango qildiganlar, undaq rezil vaslar bilan uyan qo'ymay, hamma odamni qasab, qo'shab tartib tillab oxirgi qildig'ini shu birni qaplama altının ichine o'tirib chiqarmoqchimisiz? Ma ilan berdiganlar munda bir sal vicdanыңlarga yarashqidek, o'zinglarga 100 kilodek ilan beringlar. Jumur. Shuningga bir hisobda bu yaxshi bo'ldi. Chiqdilar, ishlikini chiqarmag'anni chiqarib olgan bo'ldi. Qaplama altın aşı ammanglar bo'lsa. Ammanglar. Gang altın alsangiz bizim xo'sh bo'lamiz, jumur. Bizmi xo'sh bo'lamiz. Qanchalik jiq gang altın alalsanglar, bizim de xo'sh bo'lamiz. Amma da qaplama altınımni aladigan, mushuni tushadigan xaridalar, ishonchlik yerdan asan bo'lsa desangiz, mana men dilxush xayr gulmaydan urib turib o'g'alvaldek sotaman, setib olaman, buzlib kelsa remont qilib beraman, yanqa bo'lib qoldigan andamda ishtirok qilsa, mana men egisi. Jumur, meni ganjo qilmaganlar ganjo qilinglar, azizlarim.